Ahmadullo aka tunikachilar kelib, misol 200 kvadrat bo'lsa, ortiqcha olib ketishyapti. Harom bo'lib qolmaydi. Mana misol mana shu joy 350 kvadrat deyapsiz. Xo'p, agar siz qiladigan bo'lsangiz, 400 kvadrat bo'ldi, 450 kvadrat bo'ldi, yo bo'lsa bunaqa bo'ldi deb ortig'i bilan olishyapti. Unda harom bo'lib qolmaydi. Qanaqa ma'no bo'ladi? Unda odamlar misol 100 kvadratga chaqiryapti-yu, lekin bu yog'i ortiqcha olib ketyapti. Unda qanaqa machasiga bu jichchash joyni ko'pchilik so'ragan. To'g'risi, ashundan sразу savolga javob bersa yaxshi bo'lardi. Ketgan tunuka rasxodidan ortiqcha olish albatta harom. Aslida, ha. Aslida, masalan, hozir tushunmovchilik ko'p bo'ladi. Nimasida o'sha qayerda tushunmovchilik 100 kvadrat joy hisoblaydi uy egasi. Ha, o'zini joyini, o'zini joyi 100 kvadrat, ya'ni 100 kvadratga 130 ming so'mdan 13 million so'm pul bo'lar ekan. deb o'ylaydi. Oladi. Usta chaqirganda 100 kvadrat emas, 150, 160 kvadrat chiqib ketadi. Ha, ana. Ya'ni biz ketgan tunuka rasxodiga hisoblaymiz. Ya'ni tunuka fonchilar tunukani ketgan rasxodiga, mana shu ko'rib turibsiz, qavat-qavat, ya'ni naqshlari bor, gullari bor, bukilgan joylari bor, ichkariga 3 sm dan kirish joylari bor, boshqa. Ya'ni buklanish joylarini, buklanish joylarining hisobiga 100 kvadrat emas, 130, 140 kvadrat chiqadi. Ha, keling mana oddiychasiga mana dijicha turib tashni qilib ko'rsataylik. Qaranglar, misol tariqasida mana shu, mana qarang, mana tekkizi, mana uyda egasi, mana tekkiziga bir 100 kvadrat hisoblasa, tunukachilar kelib, mana yonga ketgan tunukalarga ham pul oladi. To'g'rimi aka? Shunda haqiqiy bo'ladimi shunda aka? Kvadratga hisoblanadi. Ha, demak, bukilgani, alaqa mayda-chuydasini hisobiga bir xillar noto'g'ri o'ylab, o'zi 100 kvadrat edi-yu, 150 ga oldi, 130 ga oldi. Ashunaqada noto'g'ri yozib qo'yapti, demak, kommentariya. O'sha joyga tushunmovchilik bo'lyapti. Shunaqa. Ha, o'zi aslida misol bitta list rulonda kelsa, o'sha rulonda necha metr ketgan bo'lsa, o'shani hisoblanadi xolos. Hisoblanadi. Ortig'ini olib ketiladi. Ortig'i ham ya'ni uy egasiga hisoblanmaydi. Yo'q, ortig'i emas, ortib qo'ygan anaqalarimiz ustalar xato qilib, shogirdlar kesib qo'ygan joylari bor. Buklab qo'ygan, ya'ni yuk tushirayotgan buklagan joylarini o'zimiz olib ketamiz. O'zlariga minus bo'ladi. O'zimizga minus bo'ladi, u uy egasi. Uyda egasiga patologga yopishtirilgan narsa hisoblanadi. Ha, ana, ashuni mana ko'pchilik tushunmayapti o'ta, men oydinlik kiritib oldik. Qaranglar, mana yana qaytadan yana tushuntirib beraman, qisqaroq qilib tushuntirib beraman. Kimlardir tushunmagan bo'lsa, uyda egasi 100 kvadrat hisoblab qo'ysa, bular kelyapti, bukilgan shunaqa mayda-chuyda rasxodlar bilan 120 kvadrat bo'lib qoladi. Xohlasiz, xohlamaysiz. Bu nimaga uni bukib turib ushatish ham kerak-da. Albatta. O'shunaqa bo'lib qolganning hisobiga, keyin bular sizlardan 120 ga olyapti. Sizlar bo'lsa 100 kvadrat deydi, jichcha kelimochilik bo'lmayapti. O'shani yaxshi tushunib olgan degan umiddaman. Xo'p aka, endi mana shu tunika hozir qilingan, mana atrofiy bitgan necha kvadrat ketgan mana shu joyga? Общий ichkari, tashqari, ichkari shapka, darvozaxona, ayvonlar bilan 350 kvadrat. Mana shu joy bo'lgan. 350 kvadrat ketgan tunuka. Mana shu joyga 350 kvadratli joy bo'lgan. Taxminan necha kun ketyapti vaqtga hisoblasak? 20 kunlarda bitirdi, sovuq bo'lishini hisobiga. Ha, sovuqda, chillada qilindi bu ishlar. Yozda bo'lsa 10 kunga qolmasam bo'ladi. Albatta, kun uzoq. Kun uzoq bo'ladi. Yozda soat ko'proq bo'ladi. Soat ko'proq ishlaydi. Biz qishda bular 8 soat ishlarsa, endi maksimum, yozda bo'lsa 15 soat ishlanaveradi. 12 soat yo'q, ishlamaydi. Ashuni hisobga olib qo'yasizlar. Qaranglar, uyga zo'r tushgan, hozir eng qiziqarli joyi, bunga 10 yilmi, 15 yil garantiya berasizlar-a? Tunukani o'ziga zavod tarafidan 10 yil garantiya beriladi. Hop. Biz servis plus hisobiga, xudo xolasa 15 yil tunuka turib beradi. Servisi nima aka? Misol tushunmaganlarga. Mana o'zi servis, ya'ni masalan, tarnov qilganmiz bu yerga, tarnovdan suv o'tyapti deydi. Ba'zida. Mabodo, sizlar ayblaring bilan bo'lsa. Biz aybimiz, ustaning aybi bilan bo'lsa, kelib qilib beramiz, yanab ketamiz. Ya'ni qaysidir detali tushib ketib qolsa yoki boshqa bo'lsa, kelib xudo xolasa joyiga yangitdan qo'yib beramiz. O'sha taraflama garantiyalardan bor. Albatta, xudo xolasa. Zo'r-ku akalar, ham qilib berishyapti, ham sizlarga 10-15 yil garantiya berishyapti. Mabodo favqulodda ustaning aybi bilan bo'lsa, ya'ni siz aybingiz bilan emas, uy egasining aybi bilan, ustaning aybi bilan bir narsa bo'lgan bo'lsa, buni sizga to'g'rilab berishyapti. Zo'r. Bu xizmatlarimiz qatlarga tushuni ham so'rab qo'ysiz. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat qilyapmiz hozir. Vohada ustalarimiz ham ishlayapti. Voha taraflarida bu. Ham boraverasizmi O'zbekiston vohasiga? Qanaqa bo'ladi? Narxi bet bilan attı narxi bir bo'ylab 130 ming so'mdan vodiydan tashqari, ya'ni Toshkent viloyati voha taraflariga kelishilgan holatda. Yo'llarni vaqti ketgan hisobiga. Ha. Shunaqa. Demak, 150-130 ming so'mdan boshlanadi, u yoqqa yuqorlash ketaveradi. Ha. Necha pulgacha bo'ladi? Eng patolog misol, yo u ketaveradi, darji qilishiga qarab turib. U masofa ham bor, tunukani qalinligiga ham qarab 0.4 dan qilsangiz, sal vodiyda o'zida ham qimmatroq bo'ladi. Ha. O'shani hisobi bu obyektimiz 0.35 dan qilganmiz, 0.35 tunukadan qilganmiz. Standarti.
Standart. Endi hozir уже 04 ga o'tib ketyapti ko'p joylar. 04 dan qilishni tavsiya qilamiz o'zimiz ham. Ko'pchiligiga ham. Ha, o'zimiz 04 dan tavsiya qilamiz. Oradagi farq 5-10 ming farq qiladi xolos. Uncha katta farq qilmaydi. Ha, demak 04 dan qilib tavsiya qilganingiz yaxshi. Xo'p, endi ranglari, gullari kimdir bu stil kimgadir yaxshi, kimgadir yoqmasligi mumkin. O'shanga ham qarab siz o'zingiz tanlab beraverasizmi? Uyga qarab turib yo'q? Ha, uyni fasoniga qarab turib tuzilishiga qarab, katalog ko'rsatamiz, tavsiya qilamiz, ya'ni kvadrat ozroq chiqadigan, osonroq bo'ladigan, tezroq bitadigan ishlarni, ko'z charchamaydigan ishlarni tavsiya qilamiz. Unga ko'zga ham to'g'ri, buni ashuna hisobga olmabman. Chunki 10 yil bitta patologda tursa, baribir haligi odamni zerikishi mumkin. Asabi buzilishi mumkin. Bu masalan oddiy standart stil, oddiy bir xil fason. Xudo xolasa bu zeriktirmaydigan fason. Bizni o'zimni ham bilmagan gaplaringiz bilan qarang, haqiqatan men hayolimga kelgan yo'q edi bu odamni charchatishi-yu, keyin asabiga ta'sir qilishi-yu, men hayolimga kelmagan-da, to'g'risi. Bu ranglar, masalan, uyda ichkaridagi ranglarga ham qaraladi bu narsa. Masalan, patologga yopishilgan narsa, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, o'tirasiz, choy ichasiz, yoz kunlari patolog ko'rinadi. Baribir odamga ta'sir qiladi. Iloji boricha oddiy fason, sizlarga soddaroq fason tavsiya qilamiz iloji boricha. O'shani hisobi bor. O'shani hisobi. Aka faqat mana shunaqa tashqariga qilasizlar, uyda ichilarni ham qilib berasizlarmi? Hozir uyda ichi deganingizga. Faqat tashqari patologga yopishtiriladi. Ya'ni tashqi patologlarni qilib beriladi. Hattoki bunaqa garajlarda xohlasizlar, uni burchalarda o'zini nima deyiladi, uni yozib ketib qo'yasizlar. Ya'ni oldi qismi, ya'ni tashqi xullas shapka deyiladi. Shapkasini ham qilib beriladi, xudo xolasa, bexijolat. Xo'p, agar endi oxirgi savolim, uyda egasi nima talab qilinadi? Uzoqroq bo'lsa, joy bilan yeb ichishimi, shunaqami? Uzoqroq joy bo'lsa, yotoq joy, bitta yotoq joy bilan shu yemoq-ichmoqni qilib bersa, bo'ldi. Bo'ldi. Endi ko'p holatda bizda uzoq joylarda ishlaydi, uyda egalari o'zi chetda, yolg'iz uylarda qilamiz ko'p holatlarda. Ishonadi, avval to'g'ri, Alloh. Ustalarimiz o'zi ovqat qilib, bu yerga ham kelishaveramiz. Unaqa ham kelishaveradi. Mani vaqti to'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Misol, shuni endi so'ramoqchi edim. Kimdir chetdadir, kimdir biznes bilandir, kimdir yangi uydir, uydagilar bilmasa turib yangi uy qurib, mana shu yerda oldimda bir xillar nima qiladi? Patarka qiladi. Juda ko'p holat shunaqa. Ana shunaqalarga demak, o'zlarining kelishilgan holatda uni ham jicha nima qilib, o'zlaring qilib yuboraverasizlar, bexijolat. 100% topshirasizlar inshaalloh. Xudo xolasa chiroyli qilib, ko'ngildagidek qilib topshiramiz. Akalar, mana sizlarga zo'r imkoniyat. Endi narxini ham aytib o'tdik, 130 ming so'mdan boshlanadi, yuqorilashga ketaveradi. Mana shu joy misol 350 kvadratimiz qish kunida, qish bo'lgani, sovuq bo'lgani uchun hali ayoz kunlarda qilishgan ekan, bu yerda bir 20 kun atrofida bo'lgan. Yoz kunida bo'lsa, bir 15 kun, 10 kun uzag'i shunaqada bitadi. Bir haftalarda, xudo xolasa. Bir haftalarda bitadi, mana shunaqa joy. Yana bitta eng zo'r yutug'i men tushunganim, sizlar misol tunuka fonchini chaqirdilar, tunuka fonchini chaqirganlaridan keyin hech nima rasxod qilmaysizlar, ketgan tunikaga pul olishadi, ortig'ini o'zlarining ayblari bilan shogirdni nimadir qiyshiq qilib qo'ydimi, bular o'zlari bo'yinda bo'lib qaytarib olib ketishadi. Shunaqa bo'ladimi? Akalar, bemalol Vodiyda arzon kanalidan oldim. O'sha desalarni ham bexijolat kelishtirib beradigan xonalari bor va tanishlaringga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Qo'limizdan kelgancha ma'lumot berdik degan umiddaman. Albatta yoqqan bo'lsa like, kommentariy yozib ketish ham esdan chiqmasin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling aka. Sizga rahmat, sog' bo'ling, eson bo'ling.